Mana hozir ovqatlanadigan joyga keldim. Menga mana bunday ovqat berdi. Hozir shu ovqatni yeymiz mana. Ichida nimalar bor? Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Nima yeyishimni, qanday ovqatlanishimni, Fransiyada qanday ovqat beradi. Ko'raman. Mana men keldim. Men suv ichmayman ovqat vaqtida. Suv ichmayman, suv ichilmaydi. Bizda Fransiyada qanday ovqat beradi? Birinchi o'rinda desert. Desertdan entree boshla kirish deyiladi bu. Entree deyiladi, kirish. Ovqatga kirib kirish. Bular har doim birinchi o'rinda salatdan boshlaydi. Salat yesa, apetiti buziladi, ko'p ovqat yemaydi ekan. Shuning uchun birinchi o'rinda salatdan boshlashadi. Mana bunday ovqatdan boshlanadi. Karam, ozgina karam ichida pomidori, olivka, keyin mana mayiz, nima deydi, dumbil. Ko'rin, dumbil. Shu. Mashinadan boshlaymiz. Ovqatimda go'sht, mana qovurilgan go'sht. Kusur emas. O'xshatishda anaqa AliExpress'dan chiqdi. KFC'da AliExpress. O'tda o'zlaricha KFC qilishgan, lekin AliExpress'da qilib qo'ygan. Xitoycha. KFC'ga o'xshamabdi, kusuramayapti. Keyin bunaqalar nima deydi buni? Pasta. Makaron. Prezident Makronni eslab qoldim. Makaron. Keyin mana bunday anaqa karam, kichkina karam. Shunaqa karamlar bor. Bosamiz, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim deb boshladik. Men bularda qonunni ishlamaydi menga. Birinchi o'rinda men anaqadan boshlayman. Boshlanishdan. Mavni oxirida yeyman. Chunki sovuq. Birinchi men issiq deb yeyman, keyin sovuq oxiriga. Shuning uchun men sovuqdan boshlayman. Ta'mi yomon emas. Nordon. Makaron juda nordon. Anaqa tuzi juda kam. Yo'q tuz tashkil. Tuz qo'shilmagan pasta ovqatga. Hozir tezlashtirib yeyman. Allez, demain, au revoir.
İçinde mana bunday sir ham bor ekan. Ko'rmabman. Ovqat iloji boricha ovqatni iloji boricha ko'proq chaynashga harakat qilinglar. Qachon ko'p chaynalsa, tezda hazm bo'ladi. Tezda hazm bo'lsa, oshqozon qiynalmaydi. Kasalliklarning oldini oladi. Shuning uchun chaynaymiz, yig'mata. Da 35 ta chayni olinglar. Yumshoq bo'ladimi, qattiq bo'ladimi? Juda foydasi katta. Og'zingizda sezgi organlari ishlaydi. Ovqatdan mazasini yaxshiroq tushunasizlar, lekin sal qiyinroq. Lekin foydasi juda katta. Xudoga shukur. Shunday ovqatlar yeyapman. Xudoning o'zingga bemindan shukur. Ovqat yo'q deyman. Qo'lim sog', aqlim sog'. Xudoga shukur. Keyin safar fransuzcha ovqatlarni qo'lda yeb beraman. Qo'lda yeb beraman. Reaktsiyasini ko'ramiz.
Beni sabah burada kalıyorsun. Nonni shunchasini yeyman, qolganini berib yuboraman.